egasi bo'lsang, seni turmushingga ko'nib ketadi. Agar oldingi yerdagi mulozamat qila olmasang, topish tutishmi, ro'zg'ormi, boshqa jihatda oldingi yerda hali ham ko'ngil bo'ladi. O'tgan erni qumsab yig'lab kunlarni o'tkazadi. Nima bo'lsa ham birinchi ko'rgan erim yaxshi edi degan gapni ta'na malomat qilib yuzingga yetadi. Keyingi turmush kiyimga solingan yamoq bilan barobar bo'ladi degan gapni yuzingga yetmasligi uchun agar yaxshi bo'lsang, xulqing afzal bo'lsa, oldingi yerdan sen g'olib bo'ladigan bo'lsang, ustunlik qilsang, bu seni foydang. Bo'lmasam seni zararing. Uchinchi ayolni uylanishing noma'lum deganligim, turmush ko'rganu lekin bola tug'magan. Tekkandan keyin bola tug'ishi noma'lum yoki ma'lum. Tug'sa seni foydang, tug'masa zararing. Mana shu narsani senga maslahat qildim. U yog'ini o'zing o'ylab ko'rgin deb yana yo'llarda davom etdi. Qarasaki, devona odam emas, jinna odamdan bunaqa gap chiqmaydi. Orqalardan quvib borib, "Sen jinnaga o'xshamaysan, birodar. Bergan maslahating juda bir foydali gapga o'xshab qoldi. Nima deganing bu?" deganlarda men o'zim jinni emasman. Men bir katta shaharga qozi bo'lmoqchiligimda odamlar saylamoqchi bo'lishdi. Lekin men qozilikni inkor qildim. Qozi bo'lgandan keyin noto'g'ri fatvo berib qo'yish bor. Haromga aralashib qolish bor, poraga aralashib qolish bor. Qiyomatda hisobi og'ir bo'ladi deb odamlar majbur qilgandan keyin o'zimni jinniga solib devona sifat bo'lib ko'chaga chiqib ketdim. Mana shu maslahatni senga berdim. Agar shunga ko'nsang, qalbingni amriga qarab ish tutavergin degan gapni gapirib, yo'llarda davom etib ketdilar. Ana shu narsa muhtaram birodarlar, uylanishdan oldin uylanmoqchi bo'lgan har bir yigitga oldiga maqsad qilib qo'ygan insonlarni o'ylab ko'rishiga bir imkoniyat bo'lsin deydi.